Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kerim. Hürmetli cemaatlerimiz, bu ulu ay ve ulu küllerde kılgan barlıq yaxşı amellerimizni, dualarimizni, kılgan ibadetlerimizni Cenab-ı Allah kubul kılsın. Bilip bilmey qıpsağın hata sahvalli günahlarimizni Cenab-ı Allah affı kılsın. Sili bizlerini bu ulu ayğı yetküzgen ve bu ulu ayda ro'za tutishni va Qur'oni Karim o'qishni va sadaqatlarni qilishni va zakatlarimizni ayirishni nasib qilgan Cenab-ı Allohga cheksiz hamd sano aytamiz. Bugun mushu islom dinininki 5 asosining birisi bo'lgan zakat haqida biroz to'xtalmoqchi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo o'zininki payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga buyruq qilib shundoq deydi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Ey Muhammed aleyhisselam, bu Allah'ın nimetlerinden bo'lgan bu ihtizat berilgen insanlar, bay insanlardan ulardan zakatlarını ağın, zakatlarını yıkın ve şu arkalık ularının günahlarının pakizliğin deb Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam shundoq deydi. Bizning zakatlarimizdan ayirganligimiz shu zakat orqali bizningki gunohlarimizninki kaforat bo'lishi va gunohlarimizningki afv qilinishiga sabab bo'lgan ibodatlarning birisi. Bu ulug' Ramazonda bu zakatni ado qilishdagi bo'lgan maqsadimiz bu Ramazan ayida kılgan ibadetlerge Cenab-ı Allah hasilep ecir buyurdu. Bir perez ada kılgan bolsak, bu bir perezge Cenab-ı Allah bir netçe perez ada kılganın ki, bir nefli ibadet yaken sadakatli pitire sadakatini ibadet bolgan, bu ibadetlerini ada kılgan bolsak Cenab-ı Allah bunu küpeytip, 70'ten 700'lük küpeytip buyurganlığı hadislarda, ayetlerde iniq bayan kılıngan. Şu sebepten bu Müslümanlarımız özünün zakatlarını Ramazan'da ada kılıp kilivatıdı. Bizmo bu Şivissiyada her yılı zakatlarımızda şu Ramazan'da ada kilivatımız. Bu yıl mı Allah nasip kılsa Teklemakan İslam Medeniyet Merkezi bu zakatlarını, sadakatli fitrlarını, onun başka sadakat yardımlarını yığıp bunu ihtiyaçlık yerlerge vaxtida yetkizishga kapolatlik qildi inshaalloh. Hammamizga ma'lum bo'lgandek uzun yillardan beri bu Teklemakan İslam Medeniyet Merkezi bu xizmatlarni qilib kelyapti. Shu sababdan Şivissiyada yaşayotgan barliq mu'min musulmonlarimiz bu zakat vacib bo'lgan va sadaqatli fitri ayırmoqchi bo'lgan musulmonlarimiz mushu Teklemakan İslam Medeniyet Merkezininki hisobot orqali zakatlaringlarni, sadaqatlaringlarni va sadaqatli fitrini mushuna yo'llasanglar, ehtiyojli yerlarga vaqtida yetkazish orqali bu ibodatda hamkorlashamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek her yılı mescidlerge yığılıp, mescidler teravih namazlarımızı okup, iftarlıklarımızı kılıp, şu ibadetlerini mescidler adak kilovat attık. Ama bu yıl bu nimetin mahrum kaldık. Ama bu ibadetlerini kılışınınki yeni şeraitleri var. Bu cemaatlerge iftarlık bölüş için niyet kılgan ihtizatlarımızı ve ondan başka yardımdan ibaret bo'lgan bu ibadetlerini ada qilish uchun hozir bir fursat mushu boshqa davlatlarda o'zining uylarininki kirolarini o'tayolmayotgan va bu ulug' Ramazonda oilalariga bu ro'za tutish uchun suhurlik iftorliklarga yemeklik, mevich va undan boshqa noz ne'matlarni eklanmayotgan şu aylab go'shtning qarasini ko'rolmayotgan mushunda qarindoshlarimizni, dindoshlarimizningki baliqininki xabarini anglayapmiz. Endi ularninki bizning ustimizda haqqi bor. Bu haq bo'lsa
Allahu subhanahu wa ta'ala siz bizlerge ata kılgan bu nimetleri biz bu Şvetsiyada nemi yesek, nemi içsek, halıganını bazardan ekireleymiz, öldürümüzü ken kuşağıda balavaklarımızla huzur halavet işide yaşıvatımız. Ama biz huzur halavet işide yaşıvatıp, başka qarindoshlarimiz başka devletlerde, başka memleketlerde qiynalib yürüse, biz özümüzün musulmonlik burchimizni ado qilmagan bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sen to'q holatda, quzuqing to'q, g'aming yo'q holatda, ammo sening qo'shning, seniki dindishing, millatdishing, qarindishing bo'lgan qarindishingninki quzuqi och, yigili yo'q, ishkili yo'q, o'ylining kiralarini o'tolmayotgan, tok pulları, su pulları ödenmevatkan muhunda qarindoshlarning turuq holatda, sen to'q holatda yazsan, bu nayt og'ir jinoyat deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ogohlantirgan. Bu kishininki o'zininki millati, o'zininki qarindoshlarining g'amini yemagan insonlarning qatoridan bo'lib, bu kishilarni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu musulmonlarningki qatoridan emas deb hadisda bayon qilgan. Shu sababdan bu ulug' Ramazonningki barakati bilan Cenab-ı Allah hammamizga shu qarindoshlarimizni o'ylab, shu qarindoshlarimizningki ehtiyojini chiqishimiz uchun xizmat qilgan Cenab-ı Allah hammamizga nasib qilsin. Bu ulug' oyda ayırmoqchi bo'lgan zakotlarimizni ayirish orqali Cenab-ı Allah'ningki roziligiga erishishni nasib qilsin. Cenab-ı Allah qilgan barliq amallarimizni bizlardan qabul qilsin. Va axir davana elhamdülillahi rabbil alamin.